Qarindoshlar, assalomu alaykum. Bu Piterdagi Gancharniy ko'chasi. Hamma ovqatlari bor. Ayniqsa Gamburg. Shundan bir de Moskovskiy vokzal o'ng tarafidan kelaverish. O'zbekskiy kuxna yozilgan choyxona Sazanchik. Choyxona hamma ovqat bor. Ovqatlar bilan ichana girib danishib chiqamiz. Lijanam boshladi. Assalomu alaykum. Siz Bog'atdan axiri? Havo Bog'atdan. Elatli bolalari dedim-ku sizlarga. Bog'atdan yana Gamburg. Go'sht nedan keladi? Go'sht şöyle o'zini pod zakaz. Pod zakaz, ha? Havo. Non ne non? Non şöyle yapıladi. Şurada yapıladi. Havo. Vallahi yağlı göydürüp dese göydürüp o yandakini yatıp verdiler. Neçə vaxtdan bana işsiz beri? 2 yıldan beri. 2 yıldan bana. Havo. Mesela karındaşlar Gamburg'daki gelaveresler palov piştirdi. Palovdan bir go'sht o'tamiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, Instagram kuzatuvchilari. Bizning choyxonamiz Kafe Sazanchik, o'zbek oshxonasi, hamma milliy taomlar bor, 30 dan ziyod. Men osh pishiradigan oshpazman. Bizning oshimiz asosan samarqandcha bo'ladi. Zig'ir yog'iga, lazr guruchga. Guruchimiz Xorazmning eng zo'r guruchlaridan keladi, maxsus. Yog'imiz Qashqadaryodan keladi, go'shtimizni shu yerda maxsus so'ydiramiz. Xuddi o'z Samarqandga borib oshiganda yevrasizlar bemalol, chiroyli qilib. Siz tandır ham etasiz ekan, ha? Tandır ham etamiz. Tandirni ham shu yerda taqlabsizlar. Tandirda ham mana shu yerga taxlaganmiz. Tandir kuniga 2 ta qo'y olsamiz, kechki paytga chiqaramiz, sveji. Klientlar kelishiga o'zi. Klientlar chiqadigan paytini ham o'zi bilib qolgan. Keladi-da, yarim soat, 40 minut, 1 soat oldin keladi. Shu chiqqan payti tandir ketaveradi. Issiq payti hech bo'lmasa 10 kilo, 15 kilo sotamiz. Kuniga bir 20 kilo, 25 kilo tandir sotamiz. Narsalaringiz shu narsa haqiqiy. Gelib sveji o'tib ketaverasizlar. Bemalol kelaveringlar. Bu baliqlarga qarab. Oho. Daryoni balık ko'p chisi. Tozalaylar. Sveji yanaga endi bo'ldimi chisi. Davay basamiz esa, shatir-shutur galamizdan.